Sizlar Uztelecomdan sim karta sotib olgan paytlaringiz, mana shunaqangi qimmatroq tarifda sim karta sotib olgan paytlaringiz sizga sotuvchi aytishi mumkin, bizlar ham aytamiz. Chunki agar siz shu mana shu 77 minglik tarifda sotib oladigan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, Viber, Vkontakte, Spotify, Apple Music, Yandex Music, Instagram, Facebook, Xcom, Twitterlar, linklar bepul bo'ladi, besplatni bo'ladi. Bularga hech qanaqangi megabayt sarflanmaydi deb aytamiz. Aytishadi sizga ham, aytishgan bo'lsa kerak. Lekin bu narsalarni yoqishingiz kerak bo'ladi bu sim kartani sotib olganingiz uchun. Yoqish qanday amalga oshadi? Bu sim kartani sotib olib telefoningizga qo'yganingizdan keyin Uztelecomning o'zining ilovasini yuklab olasiz, ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin qanday yoqishni hozir men sizga ko'rsataman. Masalan, deylikki siz 65 minglik tarifda sotib oldingiz. Hozir bu sim karta 65 minglik tarifda turibdi, yangi sim karta. Buni qanday yoqishni sizga ko'rsataman. Bu yerdan paketlarga bosamiz. Bu yerdan unlimni tanlaymiz. Unlimni tanlaganimizdan keyin mana shu yerda ko'rganlaringizdek bu unlim degani cheksiz degani. Musiqa unlim deyapti. Musiqani tinimsiz eshitsangiz hech qanaqangi megabayt ketmasligi kerak. Faqatgina mana shu narsani yoqsangiz. Mana pastidan 0 so'm deb yozib qo'yibdi. Siz pastga qarab chiqasiz. Sizning tarifingizda nimalar bonusga berilyapti, qanaqangi xizmatlar cheksiz internet bilan imtiyozlantiryapti. Shuni birdan ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Mana 0 so'm turibdi, yoqamiz. Sotib olishni bosamiz. Qo'rqmasdan bosishingiz mumkin bo'ladi. Buni sotib olishga bosganingizdan keyin sizni balansingizdan hech qanaqangi pul yechilmaydi. Keyingi oydan boshlab ham yechilmaydi. Toki tarif shartlari o'zgarmaguncha hech qanaqangi pul yechilmaydi, do'stlar. 0 so'm yozib qo'yibdi, yoqamiz. Yana pastga tushamiz. 0 so'm bormi? Bor. Mana Messenger deyapti. Buni yoqamiz. Faollashtirishga bosamiz, sotib olishga bosamiz. Endi ustiga bosib, pichkani bosib, sotib olishni bosdim. Keyin ijtimoiy tarmoqlar deyapti. Sotib olishga bosdik. 5 daqiqa kuting deyapti. Mana yondi o'zi. Bu nimaga yonmadi bilmadim, lekin yonish kerak. Mana 0 so'm yondi o'zi. Yana pastga tushamiz, boshqa 0 so'mlik tarif yo'q. Endi chiqamiz, bitta yangilaymiz. Endi yana paketlarga bosamiz, xizmatlarga bosdim, paketlarga bosamiz. Unlim ustiga bosamiz. Ko'rganlaringizdek musiqa unlim yondi. Ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Instagram shu mana shular yondi. Bu ham yonish kerak, sizda yonish kerak. Sotib olishga bosamiz. Zapret deyapti. Bu ham yonish kerak, sizda o'xshash kerak, hozir bizda o'xshamayapti. Lekin mana shu pastda 0 so'm yozilgan shu mana shu paketlarni qo'rqmasdan yoqib chiqishingiz kerak bo'ladi. Shu narsalarni yoqmasangiz, sizga aytilgan shartlar amalga oshmaydi. Ya'ni siz Instagramga kirsangiz ham megabaytingizdan ketaveradi shu narsalarni yoqmasangiz. Kimgadir shunaqangi xizmatlar yoki shunaqangi ma'lumotlar kerak bo'lsa, o'sha kishilarga yuborib qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Agar qaysidir do'stingizning megabayti juda ham tez tugab qolayotgan bo'lsa, mana shu SMSda mana shu videoni SMS qaydan chiqdi? Videoni yuborib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Bundan-da qiziqarli videolarda ko'rishguncha, bundan-da qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolaman.